ayollar uchun shar'iy 30 ta qaytariq. Soch ulash, qosh terish va tertirish, atir sepib ko'chaga chiqish, nomahram erkaklarga ziynatlarni ko'z-ko'z qilish, eri chaqirganida monelik qilish, eri bilan orasidagi nozik munosabatlarni boshqalarga aytish, eri safarga ketmagan, yonida bo'lgan kunlari izn olmasdan ro'za tutish, eriga osiylik qilish, uydan erining iznisiz birovga narsa berish, sababsiz eridan talog'ini so'rash, qarindosh urug'larga hurmatsizlik qilish, nomahram erkak bilan xilvatda qolish, nomahram erkak bilan qo'l berib ko'rishish, nomahramlarga qarash, erkaklarga o'xshashlik kiyinish, fe'l-atvorda, soch turmagida erkaklarga taqlid qilish, begona ayolning sifatlarini eriga aytish, ayol kishining avratiga qarash, mahramsiz safarga chiqish, hojatsiz ko'chaga chiqish, musibat paytida o'kirish, yuziga urib yig'lash, kiyimlarini yirtish, g'iybat, chaqimchilik, josuslik, zulm qilish, 3 kundan ko'pga o'z yaqinlaridan arazlash, janozaga ergashish, qabrlarni ziyorat qilish, agar qilsa ham talvasaga tushish, qabrni quchoqlash, kufr so'zlarni aytish, siylai rahimni kesish, kohin, folbin, munajjimlarga borish, farzandlarini qarg'ash, xizmatchilarga ozor berish, qo'shnilarga aziyat berish, eridan boshqasiga 3 kundan ko'p aza tutish, eri uchun 4 oy 10 kun tutishi shart. Shulardan shariat qat'iy qaytaradi. Muslima opa-singillar, yuqoridagi qaytariqlarni sodir etishdan ehtiyot bo'ling, chunki ular do'zaxga o'tish sabablaridir. Alloh va uning elchisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaytarganlarga amal qilmay gunoh qilgan bo'lsangiz, istig'for va tavbani lozim tuting. Nimaga bu qaytariqlar aynan ayollar uchun demang? Ayol kishi jamiyatning qalbi, ayol millatning tarbiyalovchisi.